Assalamu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Men Rahmat. Bir mezgil leksiya chiqaramay qoldik. Ya'ni shu xizmat, imtihonda pek aldirishib ketib qoldik. Bu qitimli leksiyada biz yangi bir sistem, ya'ni hazm qilish sistemini tanishtirib o'tamiz. Leksiyani boshlashdan oldida bir kichik nuqtani qo'shib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Bu bo'lsin, buniki leksiyada biz har bir organ ya'ni kesilni so'zlagan chaqda shu organniki inglizcha, turkcha, xitoycha 4 xil ismni qo'shib qo'yib o'tishga tirishimiz. Ham yon tarafga ekranga yozib qo'yishga tirishimiz. Balkim ba'zilarimiz shu bizning leksiyani ko'rgandan keyin shu organga, shu kasallik bo'lgan texnik tafsiliy mazmunlar egallab beqish uchun torlarni izlab beqish mumkin. Hamda torlarda uyg'urcha mazmunlar biroz oz buni hammamizga ma'lum. Shunga biz ta'minlab bergan boshqa tildagi shu ismlar bilan inglizcha, turkcha, shu ismlar bilan torda izlab baqsanlar bo'ldi. Hamda boshqa tillar to'g'risida mazmun ko'rmoqchi bo'lsangiz, ham uningga biz hozircha qurbatimiz yetmaydi, bilimimiz yetmaydi. Boshqa tillar uchun hamda g'arbiy disnasida ishlatilgan so'zliklar asosan shu burunqi latincha, grekcha, anglo-saksoncha tillardan kelgachga, g'arb adabiyotidagi shu meditsina kalimalarida %70-80 o'xshab ketadi. Shun qo'rqmaylar, inglizchadan shu o'zingizdan turishlik yerdagi tilga tarjima qilib iznib baqsin bo'ldi. Xo'sh, endi leksiyamiz kelayli. Hazm qilish sistemini inglizcha gastrointestinal system deb qo'ydi, yoki digestive system deydi. Turkcha sindirim sistemi deydi. Xitoycha shavha shitung deb qo'ydi. Odam bedenining hazm qilish sistemi shu og'izdan bir yemeklik kirib, oxirida maqatdan chiqqichi bo'lgan bu yo'lni ham shu yo'ldagi ba'zi bazlarni hammasini qo'shib kelib hazm qilish sistemasini shakllantirdi. Hamda hazm qilish sistemida nimalar bor? Buni bir ko'rib baqaylik. Hazm qilish sistemasini ikki cho'ng turga bo'lib tushunib baqsin bo'ldi. Birinchisi hazm qilish bezlari, ikkinchisi hazm qilish yo'llari. Hazm qilish bezi deganimiz tükürük bezi, oshqozon osti bezi, o't, jigar, 4 organni o'z ichiga oldi. Ham biz bularni bez degandikin buni yo'l deb tushunmang. Bu yerda yemeklik mang'amaydi. Bu yerda faqatlam yemeklarni eritishga, sumirishga foydali bo'lgan moddalarni ishlab chiqarib deb tushunsin bo'ldi. Hazm qilish yo'li deganimiz nima? Hazm qilish yo'li biz iste'mol qilgan yemeklik, ichimliklarni parchalab, hazm qilib, sumirdan yo'llarni ko'rsatadi. Ya'ni og'iz yo'li, og'iz yo'lining ichida tükürük bezi bor, qizil o'ngach, oshqozonning ostida oshqozon osti bezi bor. Anandan keyin inchkuchayning 3 qismi bor, o'ngkuchay, yanpash kuchay, ochiq kuchayda 3 qism o'z ichiga oldi. Anandan keyin inchkuchay tukkandan keyin cho'ngkuchayning tutashgan yeri. U yerda so'qirkuchay bor. So'qirkuchaydan keyin cho'ngkuchayning yo'llari, cho'ngkuchayni bo'g'moqchay deb qo'ydi. Bo'g'moqchayniki chiqqan qismi, tuz qismi, tushgan qismi, pukilgan qismi hem tuzchay maqat deb bir qancha qismlar o'z ichiga oldi. Mana shu bir uzun bir yo'l hazm qilish yo'li bo'ldi. Bu hazm qilish yo'llari bilan biz abayda o'tgan 4 bez bilan qo'shilib bizningki hazm qilish sistemimizni shakllantirdi. Hamda bundan sir yana tish bor, til bor. Bularmi hazm qilish faoliyati qatnashdi-yu, lekin o'z oldiga bilimlar bo'lg'achqa, masalan tish bo'lim bor, quloq burun bo'g'oz bo'lim bor. Shunga ularni biz boshqa leksiyalarda ayrim so'zlab o'tamiz. Shu bir narsani unutib qolmaylik, tishimiz butun bedanimizga eng qattiq yer. Buning sababi tishniki tarkibida %97 kalsiy borliqning sababidan bo'ldi. Odam bedenining hazm qilish sistemi nihoyat mukammal bir sistem. Bu xuddi bizning bedanimizga boshqa sistemlar o'xshash nihoyat mukammal. Agar buningcha cho'kib iznib kirib baqsangiz, shundoq hayron qolasiz. Sizlar hayron qolmaysiz, biz doktorlar hayron qolamiz. Oddiysi o'ylab baqsangiz bo'ldi. Shu og'zimizda issiq tomoq kirdi, sovuq narsa kirdi, morojna kirdi, har xil ichimliklarni ichib baqsiz. Ba'zi narsani yumay yeb qolsiz, yana ba'zilar to'pi yeydi. Ishqilib tashqi dunyodagi xil ko'p narsani yeb baqamiz. Albatta siz pokiz yeyishga tirishsiz, ammo ba'zida bilib bilmay mana narsani yeb qolganda chog'dimi, shu bizniki hazm qilish sistemimiz shu qatma-qat shallash, eritish, parchalash, hazm qilish, foydali narsalarni shumirib, foydasiz narsalarni chiqaradi. Shu orqali bedanimizni kasallikdan saqlaydi. Tuvanda biz har bir qismnikining rollarini ayrim deb o'tamiz. Birinchisi og'iz bo'shlig'i. Og'iz bo'shlig'ini biz odatda inglizcha oral cavity, mouth deb qo'ydi, turkcha og'iz bo'shlig'i deb qo'ydi, hanzucha kovchan deb qo'ydi. Yemak og'zimiz kirgandan keyin tishlarimiz orqali nihoyat inchga oldirmay chaynab ezimiz. Ba'zi kishilar alman yutadi hamda. Bu vaqtda tükürük bezidan tükürüklar ishlab chiqarildi. Bular orqali shu yemeklarni eritishga, ham texnik silg'ashtirib gelimizdan texnik oson o'tishga yordam qildi. Siz qancha yaxshi chaynasangiz, qancha ko'p chaynasangiz, qancha inchik chaynasangiz, shu oshqozoningizga bo'lgan yuklar ozlaydi. Shu ba'zi ko'nlar qancha tishing bo'lsa shunchalik chayna deb qo'yish bor. Og'iz bo'shlig'i shu yemeklarning asosligi ezish, parchalashga mas'ul, lekin sumirilishga mas'ul emas. Faqat nihoyat oz ahvollarda ba'zi dorilar bor, uni tilimizning ostiga qo'yib eritib, o'sha ashiyadan udlam qonga avatimiz. Masalan, Turkiyada shu til ostiga qo'yib eritigan bir qon besim tushirgan dori bor. Ikkinchisi qizil o'ngach. Qizil o'ngachni inglizcha esophagus
yağması deb qo'ydi. Turkcha ezofagus yağmasa yemek borusu deb qo'ydi. Hanzucha shirgon deb qo'ydi. Shu qizil o'ngachniki ritmni qisqarib kengayishi orqali biz baya yaxshi chaynab yegan yemekler asta aşqazon yo'lindi. Qizil o'ngach bilan kana yo'li bir-biriga yaqin tam qo'shna. Rasmni ko'rolmaysiz. Bizning mana shu yutqunchoq qismimizda bir qapqoq bor. Biz gap qilgan chog'da, nafas olgan chog'da bu qapqoq ochildi. Lekin biz tomoq yegan chog'da, suv ichgan chog'da bu qapqoq astalam yepilib qoldi. Bu orqali biz degan tomoq parchalari yo'misa suv bizning o'pkamizni qech ketmaydi. Ammo bu qapqoqda biroz kasallik paydo bo'lib qolsa, rollari biroz buzilib qolsa, u chog'da shu ba'zi tomoq parchalari suvlar mana shu o'pkaning ichiga kirib biz nəhayət yutilib ketib qalmamız. Yutilish orqali mana shu narsani chiqarishga tirishimiz. Chunki o'pkamiz nəhayət bir yumran bir yer. Ammo yutilib chiqaramizsak, shu yerda qolib qolsa, nafas olishimizni qiynaymiz. U yerda yalloq paydo bo'lib qoldi. Ham og'ir ahvollar teshib ketib qolishi mumkin. Uchinchisi oshqozon yo'lidagi klapan. Uni inglizcha ismi kardiya, turkcha kardiya deb qo'ydi, yo'masa mide qapoqchig'i deb qo'ydi. Hanzucha pinmin deb qo'ydi. Xo'sh, biz boya yegan yemeklar asta og'zimizdan kirib, qizil o'ngachdan berib oshqozon yaqinlashdi. Oshqozon kirish og'zida bitta klapan bor. Bu asosligi oshqozonimiz kirgan yemeklarni oqi yenib ketmasin, og'zimiz qaytib ketib qolmasin deb shunun mas'ul bo'ldi. Bu klapan beklam muhim. Hamda odam badaniga ham muhim deb atayman. Agar bu klapanda mas'ul chiqib qolsa, ritmli yepilib, ritmli ochilmay qolsa, u chog'da bizning yoshlarda ko'p ko'riladigan oshqozon qizil o'ngach yenish kasalligi paydo bo'lib qoldi. Bu nəhayət köp bizden yaşadı bu. Bizden şu WhatsApp'ta keselik sorulan nəhayət köp yaşlar, men yürek kesil bağımı meydem içir degen şu alametler hemmesi keselik səbəbindən buldu. Şunlaşqa bu keselikni keyinki leksiyalarda təfsil sözləb ötümüz. Bu keselikin alametleri azı qısıqda deb ötəyim. Şu tamaqdan keyin uzun ötməylə meydemizdə bir içiş, açıq su yeniş, to'liq kekirish, tomoqni ozlab yesaklamış, to'yib qolganda gesib qilish, shu gelimiz bir narsa taqishib qolganda gesib qilish, yo'miz oshqozonimiz mishal bir narsa taqishib qolganda gesib qilish, uzun vadada shu tishlarimiz chirish, ovozimiz bo'g'ib chiqish, shularning hammasi kesillik sababidan bo'ldi. Ko'pincha yoshlar bu kasallikni yo yurak kasali bilan aralashtirib oldi, yo'masa oshqozon yallig'i bilan aralashtirib oldi. Shu bu kasallik keyin tafsil so'zlab o'tamiz. To'rtinchisi oshqozon. Oshqozonning inglizcha ismi stomach, turkcha mide deb qo'ydi, hanzucha vey deb ataydi. Biz tomoqlarni asosan mushada eritamiz, ammo oshqozon yilen tomoqlarning foydali qismini sümüremeydi. Adeta yemek içmekle oshqozonda 4 saatdan 6 saatgacha turdi. Shu yerda qo'childi, eriydi, parchalanadi. Oshqozonning o'zimi kislota ishlab chiqardi. Undan sirt oshqozon osti bezi, jigar, o'tlardan har xil suyuqlar ishlab chiqilib, shu 3 yo'ldan oshqozon kelib, shu yemeklarni eritishga yordam qildi. Bizning oshqozonimiz nəhayət eritishchanligi nəhayət kuchli bir yer. Tömür kirsim erib ketishi mumkin u yerda. Yemeklar aşağıda yaxshi erib bo'lgandan keyin badanniki bo'lib, shu 3 choyniki shumirishiga nəhayət yaxshi bir holat kelgandan keyin asta 3 choy qarab mangdi. Oshqozonning nəhayət ko'p kasalliklar bilisizlar, oshqozon yallig'i deb qo'yamiz, bir muncha kasalliklar. Uni keyingi leksiyalarda so'zlab o'tamiz. Endi qo'shimcha bu yerda 5-chi bo'lib oshqozon osti bezini so'zlab o'taylik. Oshqozon osti bezini inglizcha pancreas deb qo'ydi, turkcha pankreas deb qo'ydi, xitoycha yishen deb ataydi. Ko'plagan kishilar bu oshqozon osti bezini bek muhim emas deb o'ylab qolishi mumkin, ammo hargiz unday o'ylamang. Oshqozon osti bezi shu oshqozonimizdagi yemeklarni eritish uchun ba'zi suyuqlarni ishlab chiqardi, ham undan bilan birga eng muhim bo'lgan insulin ishlab chiqardi. Bu insulin qonga kirgandan keyin qonimizdagi shakarni tuvantdi. Normal bir holat ekildi. Shu diabet kesilib qolgan kishilarning ko'pinchisining %70-80ning %90niki shu pankreas oshqozon osti bezi yaxshi ishlamaydi. Hattoki butunlay ishlaydigan bor. Ham oshqozon osti bezida yallig'i bo'lib qolsa, yo'msa rak bo'lib qolsa, nihoyat qattiq og'riq bo'lgan bir xil kasallik. Butun badandagi og'riqlarniki eng og'ir og'riq deb tushunsak bo'ldi. Hadonlarmi, qahva icholamsizlar, choy icholamsizlar, birdam orom olamsizlar. Altıncısı inchki uchay. Inchki uchayni inglizcha small intestine deb qo'ydi. Udul tarjim qilsangiz kichik uchay. Turkcha ince bağırsak deb qo'ydi. Hanzucha shouchang deb ataydi. Inchki uchayniki uzunligi 5-6 metr atrofida bo'ldi. Bu inchki uchay 3 qismga bo'lindi. Tartib bo'yicha ismi 12 barmoq uchay, ochiq uchay, yonpash uchay. Inchki uchay bizniki hazm qilish yo'lidagi asosliq yemeklarni ozuqni sümürdan yerimiz. Oshqozonda sümürmeydi, inchki uchayda sümürdü. Mayli su bo'lsin, mineral modda bo'lsin, oqsil bo'lsin, yog' bo'lsin, natriy, kaliy, kalsiy, magniy, tömür, shakar, qo'lingizda nima kelsa, og'zingizda shu bedan foyda qildi, shu yemeklik, ichmaklik desingizlar, bu yerdan sümürib qonga berdi. Ishqilib inchki uchayni asosiy sümürdan biri ekan deb tushunsin bo'ldi. Bundan esa u biroz harakat qiladi. Harakat qilish orqali ba'zi eng oxirida parchalanmay qolgan narsalarni parchalashga tirishadi.
Onun sırt yine aşqazan astı bezi, ciger, öttin mişe tutuşduğun yollar var. Şu yerdeki suyuqlanmamış 13 küçey arqılıq, inç küçey arqılıq aşqazan bordu yine qaytıb keldi yine. Şu inç küçeğindeki oxşamagan qatlamda, oxşamagan qismida oxşamagan moddalarni sümürdü. Endi bek inçiklep kirib ketsek, bu videomuz raptırdı, sizin kalınızın qalmaydı. Şu qısqılam deb ötüşüm sebep şu. Endi 7-incisi ciger. Cigerni İngilizce liver deydi. Tibbi sözlükte bazen de hepatik, hepato deb qo'ydi. Türkçe kara ciger deb qo'ydi. Rengim biraz qaramtolu, qizg'uch. Xitoycha ganzang deb qo'ydi. Ciger bizniki ajoyib bir muhim bir aldirash bir organimiz. Quram etgan kishilarniki sog'lom jigeri odatda 1 kilogramdan 2,5 kilogram atrofida bo'ldi. Rengi qizil qo'ng'ir rangda bo'ldi. Yan taraf rasmini ko'ra olasizlar. Badimiz kerak bo'lgan shu ko'pincha aqsalini mushada ishlab chiqardi. O'z suyuqligi ishlab chiqardi. Shakarni parchalab energiya qilib saqlab qo'ydi. Maylarni eritdi, hormonlarni ishlab chiqardi, qon ishlab chiqardi. Vitamin A bilan D ni saqlab qo'ydi. Mineral moddalarni saqlab qo'ydi. Eng muhimi yana shu qondagi zahar moddalarni tozalaydi. Ba'zi dorilar mushada parchalandi. Chiqilib jigar xili ko'p ishlarni qilib qo'ydi. Yana kelib jigar hujjaylarining o'zini yenglash rolim bor. Jigar bilan o't nihoyat bir-birisi yaqin bir yer turdi. Jigarda ishlab chiqargan suyuqlik asta berib shu o'tda saqlanib qoldi. Kerak bo'lgan chaqda, ya'ni hazm qilish faoliyatlar elib beradigan chaqda asta berib inch kuchayiga qarab mangdi. Jigarni bilasizlar, bedeni hem yer muhim. Yeni müşkep dağıtımı. Ciğerini yeni biz yeni ayrımdap ötümüz, işte kesekten söylep ötümüz. Nahayeti köp kesellikler var. Biz cık uçuraydıgan şu ciğer yallığı, B tipli ciğer yallığı, A tipli ciğer yallığı degandek nahayet köp kesellikler var. Sözlep ötümüz bunu. 8-incisi öt. Ötni İngilizce gallbladder dep koydu. Türkçe safra kesesi dep koydu. Bunu yaxşı kullanlar. Hanzuce dennan dep koydu. Öt ciğerin astığı joylashgan bir kichik bir yeşil ranglik bir organ. Ciğerden kelgen öz suyuqluğu şu öt haltısı saqlandı. Şu yerda yine qayta sümürülüp yine qayta saplaşıdı. Yemeklerini istemal qilgandan öz suyuqluğu asta şu 13 küçeye qarab qo'yib berildi. Hem bu orqali yemeklarni parchalaydi, hazm qilishga yordam qildi. O'tda eng ko'p nim ko'rildi, ham buni ham olabilirsizlar. O't asan tash ko'rildi. Onun sırtın öt yallığı buldu. İnç küçeyden öttük, ciğer bezini sözlep öttük, ne sözlep öttük. Hem de inç küçeyden arka kısmındaki çoğun küçeye tutuşan yerde sokur küçeği var. Sokur küçeğini appendix dep koydu. Türkçe mi appendix deydi. Hanzuce lemvey dep ataydı. Sokur küçeğini emirlikse sözlep ötken yedik. Belki esinler buluş mümkün. Haltı şekilde boğan bu kısım adeta hazm qilish o faaliyetleri ancha qo'shilib ketmaydi. Hem ba'zi qaşlar belki beden immun sistemisi faydası var deb paraz qo'yadi. Hem bu sokur küçeyde bizga eng muhim bo'lgani sokur küçeği yallığı bizga eng muhim. O çağda ciddi operatsiya qilmasa olmaydigan bir kasallik. O sokur küçeği yallığının filmini yuqorqi adresi bor. Aşağıdan ko'rib baksanlar bo'ldi. O'ninchisi cho'ng küçeği. İngilizce large intestine deb qo'ydi. Türkçe kalın bağırsak deb qo'ydi. Bizim ba'zida qilin küçeği deb qo'yamiz. Hanzucha dachang deb ataydi. Cho'ng küçeğinin uzunluğu 1,5 metr atrofida bo'ldi. Cho'ng küçeğide asaslı suni sümürdiğen hem cho'ng taratni shakllantirgan bir yer. Bunun sirgini bizim cho'ng küçeğide mikrop alg'ini bilamsiz. Mikrop? Hemsi ağır qamamdoq. Ya qundaq bo'lmaydi. Bu mikroplarning ko'p qismining odam bedenida yashaydigan, odam bedeniga zaxm bo'lmaydigan mikroplar bo'lib, kichik uchayda sümürüp bulanmagan, esib qolgan yemeklar, ham shularning qoldiqlarini parchalab, yana qayta sümürüp, ham shu yerda cho'ng tarat shakllantirdi. Bu yerdagi mikroplarning yana bir roli vitamin B bilan vitamin K ni ishlab chiqardi. Bunun sirt yana yel, gaz ishlab chiqardi. Agar bu qismdagi, cho'ng uchay qismdagi mikroplarniki miqdori tangpongsizlashib ketib qolsa, yo bek ko'p bo'lib ketib qolsa, yo bek az bo'lib ketib qolsa veya başka zahmet yetkazan mikroplar şu mikropların arası kırılıp köpeyip gidip kalsa bizden çoğu şeyini bunun sırt yana bazı yallı qaytırış doğruları var. Onu köpeğe ötüp kalsak şu yerdeki normal sağlam mikroplarını öldürüp koyumuz. Bizden qavziyat, iç sürüş ahvalları asaslığı şu çoğun küçeyden başlaydı. 11'incisi tüz çey bilen məqət. Tüz çeyini İngilizce rectum deb atab koydu. Türkçe mi rectum deb koydu. Xitoycha jirchang deb ataydı. Məqətni İngilizce anus deb koydu. Türkçe makat deydi. Hanzucha gamen deb ataydı. Bu kısımlar hazm qilishninki axir qismlari asaslığı şu çoğun taratning chiqishi mas'ul bo'ldi. Məqət qismida ba'zida şu gemoroy bo'lib qoldi, bularni bilasizlar. Bundan keyingi leksiyalar so'zlab o'tamiz. Keyingi leksiya jiqlab ketdim. Mana biz deb o'tgan şu 11-12 yili bizning hazm qilish tizimining asosli qismlari ham ularning normal fiziklik rollari. Hazm qilish tizimida kasallik paydo bo'lsa, ko'pincha hazm qilish tizimida kasalliklar bo'limi ko'rdimiz. Yoki bo'lmasa ichki kasalliklar bo'limi ko'rdimiz. Hazm qilish kasalliklar bo'liminingki inglizcha ismi gastrointestinal department deb qo'ydi. Turkchada o'xshashroq gastrointestinal
bölümü dep koydu. Xitoycha Xiaohua K dep koydu. İçki keselik bölümünü Internal Medicine Department dep koydu. Türkçe'de dahiliye bölümü ya komisa iç kesekle bölümü dep koydu. Fransızca'da ne K dep ataydı. Eğer bu azim qilish sesimiz yolida bir ösmeye rak bulup qalsa, ösme rak kesekle bölümünü gördü. Eğer operasiya qilish tegishli ba'zi kesekler bo'lib qolsa, mesela ötü taş paydo bo'lib qolsa, ya mesela ciddi so'qilcha bo'lib qolsa, tashqi kesekler bölümü kilib gördü. Ösme rak kesekler bölümünü İngilizce Oncology Department dep ataydı. Türkçe'de mi o'xshab qolib Oncology bölümü dep ataydı. Fransızca Zhongliu K dep ataydı. Tashqi kesekler bölümünü İngilizce Surgical Department dep ataydı. Türkçe genel cerrahi dep ataydı. Xitoycha VK dep ataydı. Biz yuqorida o'tganmiz, har bir yerde kesak paydo bo'lishi mumkin. Çünkü bizim bu azim qilish sistemimiz bizning terimiz o'xshash qilin emas. Yoki bo'lmasa ish organlarimiz, masalan, yurak, börek, menge qatorliq ba'zi muhim organlar tashqi dunyo bilan tutashilmagandek alohidligi yo'q. Og'zimizdan har turli narsa kirib qolish mumkin. O'pkimiz bo'lsa, hech bo'lmasa burnimizdan mana shu tuklar bor, ashna qo'g'dab turdi. Yoki bo'lmasa mana shu sunyaklarimiz bor qo'g'dab turdi. Lekin bizning mana shu azim qilish sistemimiz sirq dunyodan udul zararlik moddalarni olib qolish mumkin. Şuna amal ba pakiz yeyishga tirishayli. Normal az yeyli. Singdirishga tez bo'lgan narsalarni ko'proq chaynayli. Pakiz suvni ichayli. Har kun mana shu yog'liq, go'sht tomoq eslamayli. 2 kunda 3 kunda bir yeyli. Bir haftada mana shu tomoqlarning turini bir tampon qilayli. Qattiq, suyuq, issiq, sovuq tomoqlarni shu tamponlashtirib yeyishga tirishayli. Men Nur doktor, azim qilish sesimiz leksiyamiz bu yerda oxirlashdi. Bu bilma orqali o'zingizdan azim qilish sesimingizga biroz tunish paydo bo'lgan bo'lsa, men nayt xush bo'lman. Keyingi leksiyalarda azim qilish sesimizda eng ko'p ko'rilgan kesaklardan boshlab bir-birlab so'zlab o'tamiz. Ko'rish salomat bo'linglar, Allohga omonat.